Hozir xalq nimani tushunmayapti aka? Bepul operatsiya borliginimi? Bizni klinikamizda bolalarda tug'ma uralar kasalliklar mutlaqo bepul. Misol qanaqa tug'ma uroladi? Yuragida suv yig'ilib qolibdi, Toshi bor ekan. tosh yig'ilib qolibdi, jinsiy a'zo cho'ttisi kichkina ekan, teshigi pastda ekan, moyagiga varikoz bo'lib, venasi kengayib qolib degan kasalliklar hammasi 100% sug'urtadan qoplab beriladi. Kasal cho'ntak. Nima qilsa bepul bo'ladi? U nima qilish kerak o'sha bemorlar? Uchun bemor bizga keladi. Haqiqatan ham shu kasallikni tasdiqlab beramiz. Yuragida tosh bor ekan deb sug'urtaga tushirgan ko'rsatib beramiz. Hozir mana operatsiya qilibsiz-ku, mana toshlari bor ekan. Rost nechta tosh dedingiz? 200 ta tosh. Necha yosh bemor? 2 yosh bola. Shu o'rdanli, ha? Bepulga operatsiya qildinglar-a? Mutlaqo bepul. Kesmasdan, netmasdan kichik tirqish orqali kirib turib, bolani lazerda olib qo'ydinglar. Voy молодец. Bunaqasi faqat kompusda bo'ladi. Aka, qachon kelsak bo'ladi oldingizga konsultatsiya uchun? Konsultatsiya yakshanbadan tashqari har kuni soat 8 dan 5 gacha. 5 gacha yerda bo'lasiz. Internetda tarmoqlarimiz ham bor. 24 soat ishlaydi. YouTube, Facebook, Instagram, telefon qilsang ham bo'laveradi. O'rtoqlar, mabodo sizlarda o'rdanli akam aytgandek holat vaziyat bo'ladigan bo'lsa, mana shu qan yosh bemorlarni kompus Alloh ziyoda qilsin rahbariyati va shifokorlarimizni bepul yopib qo'yishar ekan. Qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerga telefon qilinglar. Kelmoqchi bo'layotganlar manzilda yozasizlar, lokatsiyalarni o'zim sizlarga tashlab beraman. Bu videoni tarqatib yuborsinlar, doktor. Xalqqa manfaatli bo'lsin. Butun respublika bo'yicha kelaversin. Ana, baraka toping.